2026 yilgi Nissan X-Trail bu zamonaviy dizayn, yuqori texnologiyalar va kuchli dvigatel uygunligini o'zida mujassam etgan yangi avlod krossoveridir. Yangi model tashqi ko'rinishidan ancha jozibali bo'lib, o'tkir chiziqlar, yirik radiator panjarasi va LED farlar bilan zamonaviylikni ifodalaydi. Aerodinamik shakli tufayli yo'lda shamol qarshiligi kamayadi. Bu esa yoqilg'i sarfini ham samaraliroq qiladi. Salon ichiga kirganingizda esa sizni yuqori sifatli materiallar, keng joy va ilg'or texnologiyalar kutib oladi. 12.3 dyuymli raqamli panel, markazda joylashgan katta sensorli ekran, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlovi bilan multimedia tizimi mavjud. Shuningdek, orqa o'rindiqlarni buklash orqali yuk joyini yanada kengaytirish mumkin. Texnik jihatdan 2026 Nissan X-Trail yangi hibrid tizim bilan jihozlangan bo'lib, 1.5 litrli turbo dvigatel va elektr motor kombinatsiyasi yoqilg'i tejamkorligini oshiradi. EPOWER texnologiyasi orqali avtomobil to'liq elektr drive kabi ishlaydi, lekin dvigatel akkumulyatorni zaryadlab turadi. Bu esa silliq yurish, past shovqin va kuchli tortish kuchini ta'minlaydi. Xavfsizlik tizimlari ham yuqori darajada. Nissan ProPilot Assist, avtomatik tormozlash, yo'l chizigidan chiqish ogohlantirishi, kor joyini nazorat qilish tizimi va adaptiv cruise nazorat mavjud. Bu barcha funksiyalar haydovchi uchun maksimal qulaylik va xavfsizlikni kafolatlaydi. 2026 yilgi Nissan X-Trail 5 va 7 o'rindiqli variantlarda taklif etiladi. Narxi bozorlarga qarab o'zgaradi, lekin taxminan boshlang'ich modeli 30 AQSh dollardan boshlanishi kutilmoqda. Yangi X-Trail oilaviy sayohatlar, shahar hayoti va uzoq masofali yo'llar uchun ideal tanlov bo'lib, qulaylik, kuch va uslubni birlashtirgan crossover sifatida ajralib turadi.